Assalomu alaykum aziz aka-ukalar. Moskvadan Toshkentga qo'yilgan mana reys va UzAvto Trans avtobuslarimiz Moskvadan Toshkentga chiqib ketish jarayonida mana ichki sharoitlarni ham ko'rsatamiz. Avtobuslar qulay, komfort, hamma shart-sharoitlari bor. Kuzatuv kamera, konditsioner, zaryadniy устройство hammasi ishlaydi. Avtobus 51 местali, kimda kim shunaqa ishonchli komfort avtobuslarda Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga kelmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlar bemalol aloqaga chiqib kelib ketsanglar bo'laveradi aka-ukalar. Reyslar har kuni 100% ishonchli. Zaryadniy устройствоlar, avtobuslar yangi, komfort. Hurmatli musofirlar va kanalimiz obunachilari, sizlarga arzon va ishonchli davlat tomonidan qo'yilgan avtobus xizmatlarini taklif qilamiz. Sankt-Peterburg-Toshkent, Moskva-Toshkent, Toshkent-Moskva yo'nalishlari bo'yicha har kuni avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Batafsil ma'lumotlar uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.